Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlarga nin, in va iga grammatikasi o'rtasidagi farqni tushuntirib o'taman. Birinchi nin, in grammatikasidan boshlaymiz. Nin, in grammatikasini asosiy 3 ta mazmuni bor bo'lib, birinchi eng asosiy mazmuni gapni mavzusini ifodalamoqchi bo'lganingizda ishlatasiz. Misol uchun, cho'nin haksingiyo. Bu yerda nin grammatikasi gapni mazmuni, gapni mavzusi men haqimda, ya'ni gapning asosiy qismi men haqimda, o'shani aytayotganligimda ishlatilinadi. Cho'nin haksingiyo. Kim o'quvchi? Men o'quvchiman. Ikkinchi ma'nosi ikkita otni bir-biriga solishtirayotganda ishlatilinadi. Misol uchun, cho'nin kiga kigo, to'ngsingin kiga chagayo. Ya'ni mening bo'yim uzun, ukamning bo'yi kalta. Ya'ni men va ukamni solishtirmoqchi bo'lganda ishlatilinadi. Bizda uchinchi ma'nosi nin, in grammatikasini odatda biron bir otni, kim nima so'roviga javob bo'ladigan otni biz oldindan bilganimizda ham ishlatsak bo'ladi. Misol uchun, yodongsingin yippoyo. Singlim chiroyli. Ya'ni bu yerda singlim, kimni singliligi aniq, o'shaning uchun biz qo'rqmasdan nin, in grammatikasini ishlatsak bo'ladi. Agar i ga grammatikasini ishlatganimizda kimni singliligi noma'lum bo'lardi. O'zimizni singlimizni o'zimiz bilganligimiz uchun yodongsingin yippoyoda nin, in grammatikasini ishlatsak to'g'ri bo'ladi.